Bu sariq, bu rozovoy. Hozir sizlar bilan Lilikeyi ikki xil tushini test qilib ko'ramiz. Birinchi bo'lib sariqni ishlatamiz. Bu kipriklarni qalin qilib beradi. Mendan ko'pchilik qizlar so'rashadi, kiprigingizga qanaqadir yog' ishlatasizmi yoki qanaqa tush ishlatasiz, fiksatormi deb. Men hech qanaqa yog' ishlatmayman, faqat tushlarni test qilib ko'raman. Shuning uchun hozir Lilikeyi test qilib ko'rasizlarmi, qanaqa uzunlik berdi kiprigimga. Qaranglar. Vau, yondan. Chapalab olganimni hali batni palchga tortib o'ramiz. Negativ yozmanglar kommentariyga. Ko'rasizlarmi qizlar? Просто teg'izib qo'yaman, o'zi uzun bo'lib ketyapti. Avion beryapti kiprigimga. Bo'ldi, yetadi. Bu sarig'i. Endi bu yoqqa rozovoysini suramiz. Bu rozovoysi, mana. Bu menimcha uzunlik ishlab beradi. Вот. Pastga suramiz. Mana ko'rib turganingizdek, agarda kipriginglar qalin bo'lishini xohlasanglar, sarig'ini tavsiya beraman. Agar prosta uzun bo'lishini, dona-dona bo'lishini xohlasanglar, rozovoysini tavsiya beraman. Bu sariq, bu rozovoy. Qaysi biri yoqqanini kommentariyada yozib ketinglar.